Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ziyoli ayollar davrasi ruknidagi turkum dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugun ayolning haqqi omonatdir mavzusida suhbatlashish niyatimiz bor. Ayni shu maqsadda studiyaga mutaxassis mehmonimizni taklif etganmiz. Marhamat, tanishing. Siyosiy fanlar doktori, dotsent Sayyora Saidova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Suhbatga kirishdan avval bir masalaga oydinlik kiritib olsak. Ayrimlar islom dunyosi ayollarning huquqini cheklagan degan iddaolarni qilishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Albatta, ko'p holatlarda biz turli xil mamlakatlardan yoki shaxslardan shunday iddaolarni eshitamiz, qulog'imizga chalinadi. Lekin agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan islom kirib kelishi bilan ayollarning barcha huquqlari tiklangan. Xususan, avvalida ayolning ko'p yo'nalishlarda mehnat nuqtai nazaridan, ish nuqtai nazaridan haq-huquqlar cheklangan edi. Lekin aynan muqaddas islom dinimiz kirib kelganidan so'nggina aynan ayollarning huquqiga alohida e'tibor berilgan. Xususan, meros olish yoki nikoh masalasida ham ayollarning haq-huquqlari o'rni mavjud. Shuningdek, aynan ayollarga nafaqat erkaklarga, balki ayollarning ham ilm olishga bo'lgan huquqini xususan islom dini berdi. Musulmonlar va muslimalarning ilm olishi farz ekanligi ham muqaddas dinimizda aytib o'tilgan. Bundan ko'rinib turadiki, nafaqat bugun jamiyatda erkaklar huquqlari, balki ayollar huquqi ham bab-barobar teng miqyosda olib borilmoqda. Rahmat fikrlaringiz uchun. Aynan ilm borasida, ilm olish borasida muqaddas dinimiz ta'limoti albatta barchamiz uchun juda go'zal ko'rsatmalarni berib qo'ygan, ya'ni ilm olish har birimiz uchun farz. Shu o'rinda yana bir savol qiziqtiradiki, bugungi jamiyatimizda rivojlanayotgan O'zbekiston sharoitida qonunchiligimizda ayollarning qanday bir imtiyozlari bor, haq-huquqlari bor? Shular haqida ham to'xtalib o'ting. Albatta, xususan qonunchilik nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak ham, mustaqillikka erishganimizdan so'ng davlat tomonidan konstitutsiyada ayollar huquqlari atroflicha o'rganilgan. Misol uchun aytishimiz mumkin, jamiyatda bugun gender tengligi ham kirib keldi, lekin bungacha bo'lgan miqyosda ham ayollar huquqlari yetarli darajada ta'minlangan va kafolatlangan. Xususan, ayol kishi erkaklarga nisbatan mehnat kodeksi bo'ladimi yoki boshqa huquq normalari bo'ladimi, yengillik berilgan. Sababi biz bilamizki, psixologik jihatdan, ijtimoiy hayot nuqtai nazaridan ayollarni vazifalari erkaklarga nisbatan ijtimoiy hayotda ko'proq va shu yengilliklar xususan konstitutsiyamizda ham e'tirof etiladi va 3 yoshgacha farzandi bo'lgan onalarga huquqiy jihatdan ko'plab kafolatlar mavjud. Bu esa davlatchilik nuqtai nazaridan ayollarga yana ham rivojlanishi uchun ko'plab imtiyozlarni beradi. Yana bir e'tirofga aytib o'tmoqchiman. Mana hozirgi kunda ilm olish nuqtai nazaridan ham aytdik. Muhtaram prezidentimizdan tashabbuslari bilan mana bugun hozirgi kunda erkaklarga berilmagan imtiyoz ayollarga berildi. Xususan, magistratura bosqichiga agar talabalarimiz, magistrlarimiz qabul qilinadigan bo'lsa, ularning to'lov kontraktlari davlat tomonidan to'lab beriladi. Bu ham ayollarning ilm olishiga yana bir rag'bat. Sababi magistratura bosqichida o'qiyotgan ayollarimiz ko'plari oilali, farzandli bo'lishadi va bu esa qaysi ma'noda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Lekin bu holatda ham ayollarga imtiyoz sifatida berilishi ularni ilm olishligiga bitta rag'bat ekanligini ko'ramiz va ayollarimizni bu holatda ham ilmlarini keyinchalik davom ettirishlari va bemalol davlat tomonidan berilgan imtiyozlardan foydalanishlari mumkin. Endi yana bir masalaga to'xtalaylik. Xalqimiz orasida haligi qiz farzandlar uzatilgandan keyin endi qaysidir bir milliy qadriyatlarimizmi yo o'ziga xos qoliplarimiz asosidami aniq bir jihatini aytib bera olmayman-u, qizlarga meros berilmasligi kerak degan fikrlar uchraydi. Aytingchi, islom dini ta'limotida qizlarga ham, demak, ota uyi, uy-joyi yoki boshqa bir meroslardan ulush beriladimi? Albatta, o'rinli savol. Sababi aynan meros nuqtai nazaridan aslida yuqorida ta'kidlab o'tdim, islom ayollar huquqlarida merosi to'la ta'minlab beradi. Sababi avvallari ilmsizlik nuqtai nazaridan bu yo'nalish yaxshi o'rganilmagan edi va hozirgi kunda mana mustaqilligimizga 35 yil to'lgan bo'lsa, bu yil
aynan huquqiy jihatdan bo'ladimi, shar'iy nuqtai nazardan bo'ladimi, bu yo'nalish aynan meros masalasi to'laqonli kafolatlanmoqda. Sababi endi jamiyatimizda ilmsizlik, loqaydlik yo'q. Avvallari qizlarimizni turmushga chiqqandan keyin chiqqan qiz chig'iriqda degan holatda ularga sep berilardi yoki ko'plab uy ro'zg'or narsalar olib berilardi va go'yoki shu bilan biz bu huquqni berdik, endi yetarli darajasida ularni ta'minlab berdik degan holatlar bo'lardi. Lekin bugun ilm nuqtai nazaridan bu narsa chuqur o'rganildi. Bu ham islomshunoslar olimlarimizning bitta yutuqlari deb bilaman. Sababi mana bugun o'sha meros nuqtai nazaridan agar o'g'il farzandlarga qanday ulush berilsa, qiz farzandlarga ham shu ulush berilyapti. Erkak bu oilani mas'uli hisoblanadi va u ta'minlaydi, ayol esa bu vazifalardan ozod etiladi va u merosdan olgan ulushini ham o'zini xohlagan ehtiyojlariga sarflashi mumkin. Shu nuqtai nazardan erkaklarga bir ulush ko'proq beriladi, lekin ayollar huquqi olib qo'ymagan. Buni ham aynan islomni chiroyli bir ko'rinishi sifatida e'tirof etish mumkin. Bizning milliy qadriyatlarimizda, ya'ni ma'rifatli oilalarda kamol topgan aka-ukalarimiz, otalarimiz deylik, qizlarini, singillarini albatta o'z mas'uliyatlari bilan ta'minotini bo'yinlariga oladilar. Ammo shunday bir vaziyatlar ham bo'ladiki, misol uchun hayotda uchratamizda, turmushi o'xshamagan qizlar, bir farzandi bilan ota uyiga kelgan qizlar o'zlarini sig'indiday his qilishadi. Ya'ni bu otamning uyida mening haqqim yo'q deb hisoblashadi. Va ko'pincha mana shuning ortidan ko'chada qolayotgan yoki bolasi bilan ijara yurgan ayollarni ham uchratamizda. Aytingchi, mana shunday holatlarda, ya'ni aka-ukalar, ba'zan deymiz, endi hamma aka-ukalar unday emas, ba'zan mana shu aka-ukalar orasida opa-singillarga meros berish istagi bo'lmasa, ayollar qanday bir yordam olishlari mumkin, ko'mak olishlari mumkin? Albatta, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Bunday holatlar bor, lekin avvalo biz bilishimiz kerakki, shu opa-singillar ham, ayollar ham avvalo omonat birinchi navbatda va masalaning ikkinchi tarafi aynan meros tushunchasini bugun o'rganadigan bo'lsak, ularning ham ulushi mavjud. Agar shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta O'zbekistonda musulmonlar idorasi mavjud va u yerda fatvo bo'limi xizmat ko'rsatadi. Agar ayollarimizni shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol borib bu savollar bilan o'z haq-huquqlarini aytishlari mumkin. Faqat bitta narsani qo'shimcha qilib aytib ketmoqchiman. Ko'p holatlarda biz haq-huquq talashishga usta bo'lamiz, lekin bu holatda majburiyatlarimiz, vazifalarimizni unutamiz. Shuning uchun har bitta holatda jamiyatda huquqqa biz talab qilishdan oldin majburiyat va vazifalarimizni ham esdan chiqarishimiz kerak emas. Masalan, hozir aytib o'tdik, yuqorida ko'p holatda o'g'il farzandlar bermaydi uyi yoki moddiy ta'minotda holatda, lekin ota-ona tirik holatida o'sha ota-onani o'g'il farzandlar boqadi. Lekin bu holatda qizlar turmushga chiqqandan keyin bu vazifani esdan chiqaradi ba'zi birlari. Lekin xuddi merosni talab qilgandek majburiyat va vazifalarni ham esdan chiqarishlari kerak emas. O'g'il ham, qiz ham. Shunda adolatli bo'ladi. Juda to'g'ri fikrlarni bildirdingiz. Ammo masalaning yana bir tomoni bor-da. Ayolni biz omonat dedik. Ayolning haqqini omonat dedik. Bu o'rinda ba'zan ota-onaga yordam bera olmaslik holatlari uchraydi va bu kechirimli ham mening nazarimda, sababiki ayol yolg'iz bo'lmaydi, uning yosh bolasi bo'ladi, turli ruhiy bosimlarda bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlar uchun ham balki ayol omonat sanalar. Aka-ukalari uchun, otasi uchun, erlar uchun, meros masalasida ham shuning uchun balki ayolga biroz imtiyozlar berilgandir. Ya'ni ko'chada qolmasligi, aka-ukalari uni begona qilmasligi nuqtai nazaridan. Chunki hozir jamiyatni kuzatsak, mana shunday ruhiy bosimlar ostida ham noto'g'ri qarorlar chiqarib qo'yayotgan ayollar bor. To'g'ri, lekin bitta narsani esimizdan chiqarishimiz kerak emaski, qiz farzandlar to turmushga chiqquncha o'sha otasining ta'minotida bo'ladi, ota uni
o'qitadi, yediradi, ichiradi. Agar ota bo'lmaydigan bo'lsa, uni aka ukalari bu ta'minotni bo'yniga oladi. Lekin qiz turmushga chiqqandan keyin bu vazifalarning hammasi to'laqonli turmush o'rtog'iga o'tadi. Shuning uchun jamiyatimizda buni chiroyli qilib vazifani bajarib berishdimi, endi ikkinchi tomon aynan turmushga chiqqandan keyin qizlarimiz ham bu vazifalar endi uni turmush o'rtog'iga o'tdi va bu holatda bu majburiyatlarni o'sha ta'minot nuqtai nazaridan ham endi er vazifasi bo'yniga olishi kerak. Bu Ana o'shanda adolatli bo'ladi nazarimda. Bu o'rinda biz qaysi ayollarni nazarda tutyapmiz degan savolga javob berish kerakki, bu o'rinda biz yosh bolalari, go'daklari bilan ota uyiga qaytib kelishga majbur bo'lgan, ya'ni ajrim yoqasidagi yoki ajrashib bo'lgan bolali ayollarni nazarda tutyapmiz. Bunday ayollar bolalari biroz o'nglanib olguncha, biroz yoshi kattaroq bo'lguncha albatta qiynalishadi. Albatta ularga ko'mak zarur. Bunday holatda davlatimiz tomonidan ham ko'maklar berilyapti. Ammo aytganimday, ta'minotini qilib bermagan bolaning otasi yoki aka ukalari tomonidan bir yordam bo'lmasa, ayol albatta ruhiy bir tushkunlikka tushishi mumkin. Va shunday holatda ba'zan haqqini talab qila olmaydigan ayollar ham bor. Aytingchi, ayol haqqini talab qila olmasligining sababi, ildizlari nimada bo'lishi mumkin? Buni avvali o'zi aslida ayol qachon haq-huquqini talab qiladi? Shuni o'rganib chiqishimiz kerak. Avvalo buni biz vazifalarni o'rgatamiz. Masalan, farzandlar dunyoga kelgandan keyin ota-onani beradigan eng katta merosi bu chiroyli tarbiya, biz bilamiz. Va o'sha tarbiya berayotganimizda majburiyatlar, vazifalar o'rgatilayotgan paytda qiz farzandlarimizga ham huquqlarni o'rgatishimiz kerak avvalida. Va shu bilan birga ana shunday holatlar yuz bermasligi uchun meros katta masala. Shu bilan birga ularga kasb, hunar ham o'rgatishimiz zarur. Ana o'shanda qizlarimiz ko'chada qolib ketishmaydi. Biz aytdik-ku, ayolning huquqi ilm olish ham. Demak, faqat o'g'il bolalarni o'qitish emas, ular bilan birgalikda qiz farzandlarimizni o'qitsak, ertaga u ota-onasiga ham, aka-ukasiga ham yoki eriga ham yana alohida bitta ko'magiga muhtoj bo'lmaydi. Shu bilan birga agar siz aytadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, shu farzandi bilan qolib ketadigan ayollar bo'ladigan bo'lsa, endi jamiyatda silai rahimni kuchaytirishimiz kerak. Sababi aka-uka, opa-singillar bu o'zi eng yaqin insonlar va shu holatda oila birdan bo'lib, agar ota-ona tirik bo'lsa, albatta ota-ona yordam beradi, lekin ko'p holatlarda ota-ona o'tib ketgandan keyin baribir aka-ukalar zimmasiga tushadi, chunki ular to qiyomatgacha ayol ular uchun omonat vazifasida qoladi. Yuqorida juda to'g'ri va biroz achchiq bo'lgan haqiqatni ham aytib o'tdingizki, ayolning omonatligi avvalo otasiga, keyin balkim aka-ukasiga, undan keyin turmush o'rtog'iga ham o'tadi va hattoki o'g'illariga ham tushishi mumkin. Shu o'rinda biz turmush o'rtoqlarga, ya'ni ayolning omonat ekanligi borasidagi bir ma'lumotlarni ham berib o'taylik. Buni his qiladiganlar bor, ammo his qilmaydiganlar ham bor-da. Ayol, demak, turmush o'rtog'i uchun qay darajada bir haq-huquqlarga ega? Hozirgi kunda aytib o'tishimiz mumkinki, ayollarni haq-huquqlari juda ko'p. Ya'ni bitta qiz dunyoga kelsa, uni avvaldagi haq-huquqi albatta yashash huquqi va to turmushigacha ota uni ta'minlaydi, ilm oladi va voyaga yetkazadi chiroyli tarbiya bilan. Turmushga chiqqandan keyin bu vakolatlar erga o'tadi. Ana endi o'ylab qaraydigan bo'lsak, agar ayollarimizni o'z siyratlariga nazar tashlashsa, aslida bizga bu holatda Alloh bizani juda bir chiroyli holatda yaratgan. Sababi biz agar ibodatlarimizni vaqtida bajaradigan bo'lsak, farz amallarimizni, shu bilan birga bizga berilgan vazifa va majburiyatlik, qizlik, rafiqalik, onalik majburiyatlarimizni, vazifalarimizni chiroyli bajaradigan bo'lsak, Allohning shunday va'dasi bor. Ya'niki ayol jannatning xohlagan eshigidan kirish huquqiga ega. Va shuni esdan chiqarishimiz kerak emaski, ana shu holatda biz vazifalarni o'rgatamiz. Ko'p holatda jamiyatda qizlarimizni munosib rafiqa, munosib juft halol, munosib kelin qilib tarbiyalaymiz. Lekin biz haq-huquqlarni o'rganishda no'noqlik qilamiz.
lekin yana bir tarafi bor, ba'zi holatlarda ayollarimiz huquqlarini talab qilishadi, lekin vazifa va majburiyatlarini unutishadi. Shuning uchun ham tarozining ikki pallasini chiroyli qilib agar olib borsak, farosatimizni, nafosatimizni, ibo hayoyimizni, hislatimizga xos ayolligimizni unutmasak, ana unda jamiyatda biz aytgan muammolar yuzaga kelmaydi. Ota oldida ham, aka uka oldida ham, hattoki er oldida ham va farzandlar oldida ham. Chunki biz jamiyatga ziyoli ayollarni, oqila ayollarni, ilmli ayollarni agar biz tarbiyalaydigan bo'lsak, jamiyatda bunday muammolar bo'lmaydi. Kerakli bo'lgan mulohazalarni bildiryapsiz. Biz qachonki qizlarimizni ilm ma'rifatli qilib tarbiyalasak, ularning odoblarini, axloqlarini ham go'zal qilsak, to'la ma'noda shaxs etib kamolotga yetkazsak, demak ularning majburiyatlari bilan birga huquqlari ham o'z-o'zidan bir ravshanlashadi va ular o'z haqlarini jadid bobolarimiz aytganday haq olinur degan iboraga muvofiq o'z haqlarini ham talab qila olishadi. Shu o'rinda yana bir masala ko'ndalang turibdi. Ayollarning haqlari, ayollarning nechog'lik omonat ekanliklari borasida ulug' ajdodlarimizning bir ibratlari bor. Bugungi kunda jamiyat orasida yurgan odamsiz, hayotiy bir misollar bor. Shular bilan bir gapirib bersangiz, ya'ni ayollarning omonatligi, erkaklarning bo'ynidagi qanaqa bir qarz degan bo'lardingiz? Endi bu savolga har bitta oila nuqtai nazaridan xos yondashamiz. Sababi jamiyatda oilalar juda ham ko'p va ularning fikrlashi, dunyoqarashi tubdan farq qiladi. Sababi jamiyatda yashar ekanmiz, turli xil oilalarni ko'ramiz. Farosatli, o'qigan, o'sha omonatni haqiqatda omonat ekanligini, ma'no va mazmunini yetarlicha tushunib yetgan insonlarimiz juda ko'p. Erkaklarimiz, ayollarimiz juda ko'p. Lekin shu bilan birga bu ilmni ko'chasiga ham bormaganlar ham bor. Shuning uchun jamiyatda agar biz qachon bu muammolar yuzaga kelmaydi, qachonki biz o'sha ma'lumotlarni jamiyatimizga imkon qadar yetkazib bersak, unday muammolar yuzaga kelmaydi va shu bilan birga aynan jamiyatda ayollar huquqlari, mana xususan hozir ko'radigan bo'lsak, ko'p holatlarda bir taraflama holatdan bo'ladi. Shuni alohida aytib o'tmoqchimanki, haq-huquq talashish yoki talab qilish nuqtai nazaridan noto'g'ri kayfiyat ham bo'lib qoladi. Biz buni takabburlik yoki kezi kelganda axloqsizlik ham deb qolamiz. Nega desak, chunki bu holatda farosat bilan, ong bilan, tarbiya bilan yondoshilmagan bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zi bir jamiyatda shunday holatlar bo'ladi. O'sha ayniqsa ota-ona vafotidan keyin jigarlar omonatda yoki merosni talashishadi. O'zi avvalida o'sha meros bekorga taqsimlanmaydi va umumiy o'sha farzandlar oldida taqsimlanib berish ham oshkora, ochiq-oydin bu to'g'ri yo'nalish. Din nuqtai nazaridan ham yoki aytadigan bo'lsak, huquqiy nuqtai nazaridan ham. Lekin jamiyatda o'sha sog'lom holatlar yuzaga kelishining asosiy sababi bir taraflama yondoshish bo'ladi. Hozirgi kunda masalan adabiyotlar juda ko'p. Masalan, o'qiydigan bo'lsak, aynan islom nuqtai nazaridan ham islom huquqiga oid bo'lgan adabiyotlarimiz juda ham ko'p va bu yo'nalishda agar savollari bo'ladigan bo'lsa, albatta musulmonlar idorasi fatvo bo'lmagan va shu bilan birga bu yo'nalishda ertaga xatolarni qilmaslik uchun farzandlar ham, ota-onalar ham albatta bu yo'nalishdagi bilimlarni bemalol kitoblardan olishlari mumkin. Yaqinda bir tanishim ayol kishi aytib qoldi. Otam vafotlaridan keyin ukam menga aslida mening ehtiyojim yo'q, talab qilganim yo'q, ammo bitta kichkina uy sovg'a qildi. Nega menga bunaqa qilyapsan? Mening uy joyim bor, Xudoga shukr, muhtojchiligim yo'q desam, otamning oldida qiyomatda javob berishim kerak. Otamning hovlisida, ya'ni merosida sening ham haqqing bor degan bir fikrni aytdi dedi. O'shanda shu ayol hayron bo'lib mendan so'rayaptiki, ayollarning ham merosda haqqi bormi? Demak, bu borada diniy bir ilm masalasida biroz ilmsizligimiz yo'q emas. Albatta bizda an'ana urf odatlarga ko'ra o'sha farzandlar
turmush quradi, masalan qizlar uzatiladi, o'g'illar uylanadi va ko'p holatlarda o'sha uy-joy o'sha hovlida kichik farzandga qolinadi. Bu an'ana, lekin bu ham chiroyli an'ana. Nega deydigan bo'lsak, bu holatda kichik farzandlarga ham oson emas, sababi ular to katta farzandlarni o'sha uyli joyli qilishiga bo'lgan holatda yordam beradi va opa singillar yoki aka ukalar hech bir holatda iddao bilan chiqishmaydi yoki norozilik bilanki, ya'ni biza rozimiz deyishadi va bu chiroyli an'ana. Nega hamma rozi bu holatda? Siz aytganingizdek o'sha ayollarning huquqlari ham bormi degan ma'noda. Nega? Chunki bu bizani ota bobolarimizdan qolgan an'ana, lekin islomda bor. Ana shu meros masalasini shu kishi yaxshi tushunganlari uchun ham opalariga uy sovg'a qilganlar. Shunaqa qalban bir o'zini mas'ul deb hisoblagan yigitlarimiz imkoniyati bo'lsa albatta opalariga, singillariga qarashishadi. Endi shu o'rinda yana bir savol. Biz ayolni omonat dedik, uning turmush o'rtog'iga, aka-ukalariga, otasiga omonatligi haqida aytdik. Endi farzandlariga, o'g'illariga qay darajada omonat ekanligi haqida ham gapirib bering. Onalarimizni yoshlari o'tganlaridan keyin ularni omonat ekanligini ba'zi bir farzandlar esdan chiqarib qo'yadi, lekin unutmasligimiz kerakki, tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, ayollardan payg'ambar chiqmagan, lekin ana shu payg'ambarlarni ayollar dunyoga keltiradi va Allohning oldida ayol omonat ekanligiga yana bitta sabab ham shuki, qiz farzand tug'ilgandan keyin otani rozi qilish, turmush qurgandan keyin erini rozi qilish, lekin agar o'g'il farzandlari, qiz farzandlari bo'ladigan bo'lsa, ayolga, onaga jannatni oyog'ini ostiga qo'yib qo'ydi Alloh taolo. Mana bu buyuk hikmat ekanligini esdan chiqarishimiz kerak emas. Biz ko'ramiz jamiyatda bugungi kunda shunaqa bir farzandlar bor, masalan onasini jannatim ekanligini, jannati ekanligini tushunishadi. U qizdir, o'g'ildir farqi yo'q, lekin afsuski shunday holatlar ham bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo tomonidan berilgan omonatga xiyonat qiluvchi farzandlar ham bor. Shuning uchun biz eslatib o'tmoqchimizki, ya'ni aynan onalarning omonat ekanligini esdan chiqarishmasligi, hattoki yaxshilikning eng avvali kimga qilish buyurilgan? Onaga, ana undan keyin otaga. Shu holatda ba'zi holatlarni ko'ramiz va afsuski kayfiyatimiz tushunadi. Ya'ni onalaringni o'sha ma'lum yoshga yetganlaridan keyin, shu aytganingizdek kuch-quvvatlari ketgandan keyin ularni mehnatlarini esdan chiqaramiz. Lekin avvalida shu tarbiyani ham berib o'tishimiz kerakki, ya'ni omonat ekanligini biz ona sifatida, ota sifatida avvalo farzandlarimizga tushuntirib berishimiz zarur. Rahmat. O'ylaymanki, bugungi dasturimizda bildirilayotgan fikrlar, berilayotgan ma'lumotlar ko'plarimizga manfaatli bo'lyapti. Haqiqatdan ham mavzumiz qiziq va dolzarb. Bu mavzuda soatlab suhbatlashish mumkin, ammo afsuski bizga ajratilgan vaqt nihoyalanib bormoqda. Eslatib o'tamiz, bugungi mavzumiz ayolning haqqi omonatdir deya nomlangan edi. Mutaxassis mehmonimiz esa siyosiy fanlar doktori, dotsent Sayyora Saidova bo'ldilar. Sizga tashrif va mulohazalaringiz, qiziqarli fikrlar uchun tashakkur bildiramiz. Rahmat, sog' bo'ling. Azizlar, shuning bilan ziyoli ayollar davrasi ruknidagi bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Ziyo qalbingizni hech qachon tark etmasin. Ziyoli ayollar davrasida keyingi diydor qadar xayr, omon bo'ling.